Afrika ekvatorga nisbatan deyarli simmetriya ravishda joylashgan ikki tropik oralig'idagi materik. Eng shimoliy nuqtasi Benseka burni 37 gradus 20 minut shimoliy kenglikda. Eng janubiy nuqtasi esa Igna burni 34 gradus 51 minut janubiy kenglikda joylashgan. Shimoldan janubga 8000 kilometrga cho'zilgan. G'arbdan sharqgacha, ya'ni 17 gradus 33 minut g'arbiy uzunlikdagi Almati burnidan 51 gradus 24 minut sharqiy uzunlikdagi Hafun burnigacha 7500 kilometrga yetadi. Materikning shimoliy va janubiy chekkalari subtropik kengliklarda joylashgan. Afrika kattaligi jihatidan Osiyodan keyin ikkinchi o'rinda. Maydoni 29 million 600 ming kvadrat kilometr. Orollari bilan 30 million 300 ming kvadrat kilometrga teng. Afrika shimolda O'rta dengiz, g'arbda Atlantika okeani, sharqda Hind okeani va shimoliy sharqdan Qizil dengizi bilan o'ralgan. 120 kilometrli Suvaysh bo'yni orqali Osiyo bilan tutashgan. 13 kilometrli Gibraltar bo'g'ozi uni Yevropadan ajratib turadi. Afrikaga bir qancha orollar kiradi. Sharqda Madagaskar, g'arbda Madeyra, Gvineya qo'tig'idagi Pagalo va uzoqroqdagi Vazniseniya shular jumlasidan. Afrika geografik o'rni va shaklining xususiyati shuki, ekvatordan shimol va janub tomondagi quruqlik maydoni bir xil emas. Materikning shimoliy yarmi janubiy yarmidan 2 baravardan ziyod keng. Bu esa landshaftlarning zonalarga bo'linishida muhim ahamiyatga egadir. Afrikaning ko'p qismi Kembriydan oldin burmalangan platformalardan iborat bo'lib, ustini paleozoy, mezozoy, uchlamchi va to'rlamchi asr jinslari qoplagan. Afrikaning eng baland nuqtasi Kilimanjaro tog'idagi Kibo cho'qqisi bo'lib, balandligi 5895 metr. Eng past yeri esa Asal ko'li sathi. 156 metr dengiz yuzidan pastda. Materikda foydali qazilmalar ko'p. Afrika olmos qazib chiqarishda dunyoda birinchi o'rinda turadi. Qadimgi kristal jinslar, temir, xrom, mis, rux, qalay, uran rudasi, oltin va qimmatbaho toshlarga boy. Materikning botiq, cho'kkinti jinslar to'plangan joylarida toshko'mir, neft, tabiiy gaz, marganet rudalari, tuzlar, fosforitlar keng tarqalgan. Afrikada Nil, Kongo, Niger, Oranj daryolari mavjud. Nil dunyodagi eng uzun daryo. Uning uzunligi 6671 kilometr. Hudud uchun daryoning ahamiyati juda katta. Vatandoshimiz Ahmad Farg'oniy 9-asrda birinchi bo'lib, Nil daryosi misolida suv sarfini o'lchaydigan kilometr qurilmasini bunyod etgan. Kongo uzunligiga ko'ra Afrikada ikkinchi daryo. Uning uzunligi 4320 kilometr. Lekin sersuvligi va havzasining maydoniga ko'ra dunyoda Amazonka daryosidan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Yiliga 1414 kub kilometr suv oqib o'tadi. Havzasining hajmi 3 million 691 ming kvadrat kilometr. Katta daryolar o'zanlarida ostonalar va sharsharalar ko'p. Viktoriya, Tanganika, Nyasa ko'llari materikning asosiy ko'llari hisoblanadi. Afrika eng issiq materik. Sayyoramizdagi eng issiq harorat shu yerda kuzatilgan. Tripoli shahri yonida 58 daraja issiqlik qayd etilgan.
lekin eng baland tog'larda doimiy qor va muzliklar bor. Afrika iqlimining o'ziga xos xususiyatlari iqlim mintaqalarida yaqqol namoyon bo'ladi. Iqlim mintaqalarining geografik qonuniyatiga Afrika materigidagidek mos joylashgan birorta materikni topish qiyin. Quruqlikning ekvatorga nisbatan simmetrik joylashganligi tufayli Afrikada bitta ekvatorial, ikkitadan subekvatorial, tropik va subtropik iqlim mintaqalari shakllangan. Afrika materigida doimiy sernam ekvatorial o'rmonlar zonasi bor. Bu zonaning shimoli va janubida fasli nam o'rmonlar, savannalar va siyrak o'rmonlar, chala-cho'l va cho'llar, qattiq bargli doimiy yashil o'rmonlar va butazorlar zonalari keladi. Tog'larda balandlik zonaligi mavjud. Ekvatorial o'rmonlar zona ekvatorial iqlim mintaqasida, ekvatorga tutash hududlarda va Gvineya qo'ltig'i sohalarida tarkib topgan. Bu yerlarda yil davomida ekvatorial havo massalari hukmronlik qiladi. O'rtacha yillik va oylik harorat doim yuqori va bir tekis taqsimlangan bo'lib, u 26 gradusga teng. Yog'in ham bir tekis yog'adi. Ayrim joylarda 10,000 millimetrgacha yog'in tushadi. Ekvatorial o'rmonlarning asosiy xususiyati doimiy yashilligi, ko'p yarusligi va juda qalinligidir. Bu yerda daraxtlarning 1000 ga yaqin turi, o'simliklarning 25,000 turi mavjud. Yuqori yarusda bo'yi 35-50 metr keladigan teyba va palma daraxtlari. O'rta yarusda moyli palmalar. Quyi yarusda esa rafia palmasi bilan daraxtsimon paparodniklar, chirmovuqlar. Eng pastda esa o't o'simliklar va butazorlar tarqalgan. Hayvonlarning ko'pchiligi daraxtlarda yashaydi. Turli qushlar, kemiruvchilar, hasharotlar, qartishkalar, chimpanzelar daraxtlarda umr kechiradi. Yerda faqat mitti Afrika bug'uchasi, karlik begemot, o'rmon fili, okapi, gorilla va boshqalar yashaydi. Yirik yirtqich hayvonlardan qoplon uchraydi. Afrika maydonining 40%ni savannalar egallaydi. Bu yerlardagi baland bo'yli o't o'simliklar dasht landshaflarini eslatadi. Tabiatning fasli o'zgarishi kuchli bo'lib, sernam va qurg'oqchil fasllar almashinib turadi. Sahroyi kabirga tutashgan joylarda joylashgan savanna landshafti shakllangan. Past va siyrak o't o'simliklar, tikanli butalar ko'p tarqalgan. Bu yerda daraxt sershox akatsiya, dum palmasi, baobab va kaktuslar o'sadi. Dunyoning biror joyi yo'qki, savannadagidek yirik hayvonlar to'plangan bo'lsa. Bu yerda xilma-xil antilopalar, zebra, jirafa, fil, buйвол, karkidon, begemot, pavian, sher, yo'lbars, qoplon, sirtlon, chiyaburi, gepard yashaydi. Suvda timsohlar uchraydi. Qushlardan eng kichik nektar, kotib qush. Eng katta Afrika tuyaqushi, marabu, mirzaqush va boshqalar ko'p tarqalgan. Afrikaning savannalari shimol va janubda tropik chala-cho'llar va cho'llar bilan almashinadi. Tropik cho'llar materikning katta 30% ni egallaydi va asosan shimoliy qismida joylashgan. Dunyodagi eng yirik cho'l Sahroyi Kabir, haqiqiy tropik cho'ldir. Cho'lning chekkalarida yillik yog'in miqdori 100 mm gacha bo'lib, o'rta qismlarda bir necha yillab yog'in tushmaydi. Tropik cho'llarda tungi bilan kunduzgi harorat keskin o'zgaradi. Bu hududda tuproq,
va o'simlik qoplamidan butunlay mahrum bo'lgan barxanlar, qumli cho'llar katta maydonni egallaydi. O'simligi juda kam. Pastlik joylarda zag'aza, iyerixon atirguli, yulg'un, buta, akatsiya, Namib cho'lida noyob velvicha kabi o'simliklar o'sadi. Namib cho'lining shimol va sharq tomonlarida chala cho'llar boshlanadi. Bu yerlarda malachay, aloe, yovvoyi sersuv tarvuzlar o'sadi. Cho'l sharoitiga moslashgan antilopa, giyena, tulki, chiyabori, tuya, kaltakesak, echkemar, toshbaqa kabilar bu yerlarning asosiy hayvonlaridir. Shimoliy subtropikdagi Atlas tog'larining 3000 metrdan tepa qismida qishda havo 10-17 gradusgacha sovib, qor yog'adi. Ba'zi joylarda qorning qalinligi 2 metrga yetadi. Sohil va tog' yonbag'irlarida makfis, zaytun, pakana palma, dub o'rmonlari, yuqoriroqda yirik butasimon daraxtlar, yana balandroqda keng bargli o'rmonlar, undan balandda esa Alp o'tloqlari joylashgan. Bu zonada hayvon turlari ko'p. Daman, dumsiz makaka, yirtqichlardan chiyabori, yovvoyi mushuk, qoplon, sirtlon, sudralib yuruvchilardan kaltakesak, ilon va hasharotlar yashaydi. Afrika tabiatini muhofaza qilish dolzarb masalaga aylangan. Materikda o'simlik va hayvonot olamini asrash maqsadida 392 ta milliy bog' va qo'riqxonalar tashkil etilgan. Kongo davlatining 15% hududini milliy bog'lar, botanika bog'lari, tajriba stansiyalari, Keniya davlatida 10% maydonni milliy bog'lar egallaydi. Eng yirik milliy bog'lar Sharqiy va Janubiy Afrikada tashkil etilgan. Ruwenzori, Serengeti, Krugera eng mashhur qo'riqxonalardir. Afrika aholisi 2004-yil holatiga 869 milliondan ortiq kishi. Siyosiy xaritasida 50 dan ortiq mamlakat bor. Materik shimolida arablar bilan berberlar yashaydilar. Ular Yevropoid irqiga mansubdir. Afrikaning qolgan qismida asosan Negroid irqiga tegishli aholi istiqomat qiladi.